har 2-3 oyda hayz kelishi, ya'ni 2 yoshda hayz ko'rayotganini aniqladik. Kecha qabulimga 2 yoshli qizchani olib keldi. Ularni 6 oy oldin ko'rganman va ularga sentral genezli erta jinsiy rivojlanish tashxisini qo'yganman va ularga jiddiy tekshiruvlardan o'tish kerakligi, MRT qilish kerakligini tavsiya qilganman. Lekin bemorni uydagilari ushbu holat o'tib ketishi va tekshiruvlar zarur bo'lmasligi mumkin deb o'ylashgan va shifokorga murojaat qilishmagan. Mana 6 oy o'tib bemor qayta keldi, 2 yoshda. Uni suyak yoshi allaqachon 10 yoshga yetgan va tekshiruvlar davomida bemorda har 2-3 oyda hayz kelishi, ya'ni 2 yoshda hayz ko'rayotganini aniqladik. Ya'ni bu holat erta jinsiy rivojlanish, ya'ni markaziy turi aniqlandi va bosh miya MRT qilinganda gamartoma, ya'ni bosh miyada o'sha xavfsiz o'simta aniqlandi. Bu nimani anglatadi? Shifokor qanaqadir tavsiya beradigan bo'lsa, albatta unga amal qilish kerak. Ya'ni qo'shnilar yoki qarindosh urug'larning gapiga emas, tajribali shifokorning gapiga quloq solish. Agar u shifokorga ishonish past bo'ladigan bo'lsa, boshqa shifokorga borib, ularni ham fikrini bilish foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni shifokorga va uni tavsiyalariga amal qilish bu kasallikni davolashni asosiy omillardan biri hisoblanadi.